Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Andijondamiz. Andijon Sharxonda Metal Mart filialini sizlarga bir qator yoritib bermoqchimiz. Ya'ni qora temir narxlarini Metal Mart Nerjeveka bo'yicha ham, qora temir bo'yicha ham juda ham katta kompaniya hisoblanadi. Ko'p obunachilarimiz so'raganligi uchun aynan qora temir narxlarini, armatura va boshqa mahsulotlarni sizlarga bugungi kundagi narxlarni sizlarga yoritib o'tmoqchimiz. Videomizga boshlashdan oldin klassik machasini bosib qo'yish esdan chiqmasin va izohlarda siz bizni qayerdan kuzatyapsiz, buni ham albatta yozib qoldiring. Qadrdonlar, birinchi armaturalardan boshlamoqchimiz. Sababi beton quyish sezonlari boshlangani uchun ko'pchilikka armatura qiziq. Nursulom aka, mana shu yerdan boshlasak, necha yillik? Bularimiz aka 12 yillik armatura Begavatniki. Begavat 12 yillik. Bularda hozirgi kunda narxi aka 7700 so'm 1 metr. 1 metr. Bulari 14 lik. Namasi zavod deyiladi, Namangan zavod. Bularning 1 metr narxi aka 9,5 ming so'm hozir. Bu armaturalar endi 25 lik. Bu ham Begavatniki aka. Bularimiz hozirgi kunda metri 35 ming so'm. Qanacha? Bular 18 lik. 18 lik. Bu ham Begavat zavodda. Bular narxi aka 18500 so'm hozirgi kunda metri. Bu yerda qanaqa qilib borayapman? Bular endi 22 lik, 20 lik. Ikkosi ham Begavat zavod. Necha pullardan chiqadi? 22 lik Begavatniki 27 ming so'm 1 metri, 20 lik Begavatniki 23 ming so'm metri. Bu necha lik ekan aka? Bular endi aka 12 lik, bular Chirchiq zavod bular. Xo'p, 12 lik Chirchiqlarimiz 1 metri 6700 so'm. Hozir eng baland narxda yuradigan Bekobotmi yoki qaysi biri? Begavatlar qo'yganlarga qaraganda qimmatroq chiqadi. Balandroq chiqadi. Bu qayerda? Bu asha 10 lik Begavat. Bularning metri 6000 so'm. 6000 so'm. Zo'r. Bu ham 10 likmi yo bu 12 lik? Bu 12 lik namasi. Namangan metal zavodniki. 6800 so'm ularni hozirgi kunda 1 metri. Sizlarda eng kichkina armatura nechadan nechagacha? Eng kichkina 5 lik armaturadan boshlaydi. 5 likdan boshlab 28 likgacha bor aka. Mana chida. Hozir mashta bor. Mashta bor. Xullas, armaturadan tortib, yana qanaqa mahsulotlar topsa bo'ladi aynan metalga oid bo'lgan bu yerda? Bizda aka armatura, duftavr, shveller, ugonlik, profil, truba, hop, listlar bor. Listlar va darvoza qilishga tayyor gul bosgan listlarimiz ham bor aka. Ular haqida ham qisqa ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Aka, endi bu mahsulotlardan bitta narxlarini tanishib o'taylik. Bular aka 57 lik truba, stenasi 2. Bularning metri 26700 so'm 1 metri. Bular aka 6 ga 4 lik profil. Buni ham stenkasi 2 stenga chiqadi. 28500 so'm bularning 1 metr aka. Xo'p, endi bulari truba 25 lik truba. Stenkasi 1.6. Stenkalar xudo xolasa to'shni chiqadi. 12900 so'm bular 1 metri. Bulari 15 lik truba. 15 lik. Buni qalinligi 1.5. Bularning metri 7000 so'm. Bular endi 32 lik truba bular mana. 32 lik stenkasi 1.7 bulardi. Bularning metri 16700 so'm. Xo'p, bulari 4 ga 4 profil. Stenkasi ularda 2.4 stenka. Bularning metri 28 ming so'm chiqadi aka. Zo'r. Bularimiz 5 ga 5 profil. Buni ham stenasi 1.7 stena, 5 ga 5 1.7. Bularning metri aka 25500 so'm. Bulari 57 lik turba. 57 lik, stenkasi 2.5 stenka. 32.5 ming so'm chiqadi bular 1 metr aka. Bundan boshqa endi turbalar hali ko'p, misol 40 lik, 2 lik stenkamiz bor. Necha likdan necha likgacha turba bor o'zi? Turbalarimiz aka 13 likdan boshlaydi, 219 gacha bo'ladi. Stenkalardan muammo yo'q, xudo xolasa. Bu turga to'rlarda necha likdan necha likgacha bo'lishi mumkin? Ya'ni qalinligimi? Qalinligi. To'rlar aka 0.7 stenadan boshlab 2.4, 2.8 lar ham xudo xolasa bor mana shu yerda. Tushunarli. Bundan boshqa misol 2.5 larimiz bor, 3.2 larimiz bor. Bular. Xullas, hozir xato ketayotganlar, mana shu narx aytib o'tganlarimiz eng hozirda asosiy hozir ishlayotib turganlar shular. Chunki armatura boshqa mahsulotlar, turbalar bor bu yerda mana. Keyin duftavr, shvellerlarimiz ham bor aka, ugonlarimiz bor. Metal Martda qora temir mahsulotlaridan tashqari shunaqangi darvozachilar uchun shtamp listlar ham bor ekan. Har xil gulli darvozachilar bo'lsa yaxshi bilishadi. Bulardan ham bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Listlarni ham qiziquvchilar ko'p. Sizlarga qanaqa listlar borligi haqida bitta ma'lumot berib o'tamiz aka. Listlarimiz aka asosan qalinliklari 0.7 dan boshlab 10 likgacha bo'ladi, ya'ni 1 santimetrgacha. Bular endi har xil formatga bo'linadi. Misol uchun 2 razmerda, 2 razmerlarimiz 0.7 stenkadan boshlab 2 lik stenkagacha bo'ladi. Keyingisi 1.70-250 bo'ladi, 1.70-250. Bularning stenkasi 0.8 likdan boshlaydi, hozirgi kunda 4 lik, 4 mm gacha boradi. Keyingisi katta formatda bo'ladi, 1.5 metrga 6 metr bo'ladi. Ularda stenkasi endi 3 likdan boshlab 1 santimetrgacha bo'ladi, ya'ni 10 mm gacha bo'ladi.
va cheklanmagan miqdorda metallar bor, ya'ni aynan lesmi, boshqa mahsulotlarni Metal Mart haqida sizlarga ortiqcha maqtov yo ortiqcha ma'lumotlar shart emas o'zi. Juda ko'pchilik biladi. Bu videomizning asosiy maqsadi sizlarga bitta eslatib qo'yish. Kelgan edik bu yerga. 2026-yilgi narxlarni bir qator sizlarga aytib o'tmoqchi bo'ldik. Videomizga klassifikatsiyasini bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yish esdan chiqmasin va bu tomonda taksilar tayyor turibdi, shoferlar, ya'ni onlayn buyurtma beradigan bo'lsa, sizlar dasturga qilib chiqaraverasizlar. Aha. Va bu yerda har xil gul mahsulotlarini ham topishingiz mumkin.